7 davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti va uning direktori Dilnozaxon Mamayeva to'g'risida avvalgi lavhalarimizda ham hikoya qilgan edik. Vaholanki, o'sha paytdagi tashkilot holati bilan hozirgi ko'rinishi tubdan farq qilib, hozirda jannatmakon go'shaga aylangan bog'cha hovlisi, mevali hamda manzarali ko'chatlar, gul ko'chatlari bilan to'ldirilgan. Bog'cha ma'muriyati ekin maydonlariga rezavor ekinlarni ekishib, bolalarni yetarli vitaminlar bilan ta'minlashmoqda. 7-davlat maktabgacha ta'lim muassasamizga xush kelibsizlar. Mana yashil makon dasturi bo'yicha bizda juda keng ko'lamda ishlar olib borilmoqda. Misol uchun yaqinda mevali, manzarali daraxtlar ekildi. Mevali ko'chatlardan unumli daromad olish hamda bolajonlarimizga hosilidan kompotlar tayyorlash maqsadida ko'p mevali daraxtlar ekdik. Yashil makon dasturi bo'yicha hozirgi yurtimizda olib borilyapti turgan keng ko'lamdagi obodonlashtirishlardan Gulnozaxon Mamayeva maktabgacha ta'lim muassasamiz direktori tashabbuskorligi bilan mana shu ta'lim muassasamizdagi har bir xodim, supuruvchimizdan tortib enagamiz, tarbiyachimiz, qorovullarimiz bilan hammamiz birgalikda mana shu hududimizni yana ham ko'klamlashtirish, yashil makon hududiga aylantirish miqyosida keng ko'lamda ishlar olib bormoqdamiz. Bog'chamiz juda ham chiroyli. Mana yashil makon dasturiga biz ham o'z hissamizni qo'shaylik deb ilojini boricha uyimizdan ham mevali daraxtlar ham olib kelib ekyapmiz. Har joylarga gullar o'tkazyapmiz. Bolajonlarimiz mana shu yashil makonda, toza havoda, mana shu tinch O'zbekistonimizda yayrab yashnab ta'lim olishlari uchun qo'limizdan kelganicha o'z hissamizni qo'shib bormoqdamiz. Hozirgina ustoz ta'kidlab o'tganidek, bog'cha tarbiyachilari, tarbiyalanuvchilarni emin-erkin yayrab qo'nab o'sishlarda bor bilim mahoratlarini ayashmayaptilar.